Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bugun bitta qisqacha video qilaman. Keyingi kunlarda kun isib, yoz kelgani sababli gulsevarlarimizda deyarli 80% gulsevarda quruq havo natijasida gullar qurishi, qiynalishi, chanqashi muammolari bo'lyapti. Juda ham ko'p savollar tushyapti, so'rashyapti. Men qancha harakat qilmay tushunishmayapti. Ko'pchilik yaxshi tushunadi. Endi yangi gulga kirib kelgan odamlar uncha yaxshi tushunmaydi. Baribir malaka oshishi kerak. O'shaning uchun qaranglar. Eng zo'r variant bu menda anchadan beri ishlataman. Men o'zim bunaqa qilmayman-ku. Mana bunaqa qilaman. Kichkina idishchalarga alakaziyalarni shunaqa qilib qo'yganman. Bitta kattaroq idish olasiz. Bu usul deyarli 100% gullarga yoqadi. Ayniqsa kalateya, spatfilum, orxideya, namlik sevuvchi mana bu stendaptus gullariga juda ham yoqadi. Deyarli 100% gulga. Kaktuslarni hisobga olmaganda, faqat kaktuslarni, issiqsevarlarni hisobga olmaganda hammasiga yoqadi. Faqat bitta sharti bor. Chuqurroq idish olasizlar yoki padnoscha olasizlar. Mana idishga xohlagan narsangizni, qo'lingizda nima bor, u g'ishtni sinig'i, shisha, oddiy tosh, dekorativniy tosh, penoplast, perlit, vermikulit farqi yo'q. Nima bo'lsa ham faqat sharti suvni solasizlar. Hamma narsa yangi sterillangan bo'lishi kerak. Hozir yuvib keldim. Ko'chadan atay olib kelganman. Qaranglar, suv mana toshni yuzasiga tegmayapti, chiqmayapti. Mana shunaqa tuvakni qo'yasizlar, bitta tuvakli bo'lsa. Suv tuvakka tegmay turishi shart va zarur. Suv tuvakka tegmay turishi shart va zarur. Mabodo sizlar boyagi birinchi usulda suv tekkizib qo'yishdan, suv ko'p solib qo'yishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, oddiy mana shunaqa tarelka qo'yib tarelkaning tagiga suv solmaysiz. Quruq tarelka bo'ladi. Tagiga mana shu yergacha suv solib qo'ysangizlar bo'ladi. Mayda gullaringizni mana shunaqa padnoslar olib, 10 ming so'm turadi o'zi padnos, tosh tekin, penoplastmi, toshmi farqi yo'q. Hech bo'lmaganda oddiy qum, ko'chadagi oddiy qumni kirgizib, uni ham dezinfeksiya qilasizlar, lekin fitosporinli suv bilan, margansovkali suv bilan qaynagan. Keyin qumni ham mana shunaqa to'ldirasizlar. Ustiga masalan hozir mana qaranglar. Qum endi sal namli saqlash qiyin uni qumda. Mana qumga suv solasizlar, xuddi toshga suv solgandek qumga suv solasizlar. Keyin ustidan tarelka qo'yib mana shunaqa qilib qo'yasizlar. Bu bizga nima beradi? Havo isib qurib ketganligi uchun gullar hammasi namlik sevadi. Kaktuslarni ham qo'ysangizlar bo'ladi. Mana bu pastdagi suv ispareniya bo'ladi. Hamdasa nima deydi? Pastdan gulga salqinlik berib, ispareniya bo'lib bargning orqasidan gulni namlantirib turadi. Bu degani gulga katta foyda, xuddi parnikda o'sgandek yayrab o'sadi gulingiz. Mana shunaqa qilib qo'yinglar. Iltimos sizlardan, ayniqsa kalateya va spatfilum gullarini qilish shart va zarur. Chunki bular namlikka juda bu nimadan emas, kelgan payti urinib kelganlari, parnik barglari baribir mana shunaqa bo'lib qoladi. Sizlarga kim nima desa ham, qaysi sotuvchi maqtab sotsa ham, men doim aytaman klientlarga, kalateya guli albatta bir qator hamma bargini sekinlik bilan yangilaydi. Tagida kartoshkasi bor, namlikni vaqtida berib tursangizlar zo'r o'sadi. Bu bargini tashlashi tabiiy hol, sekin-sekin quriydi. Qurigandan keyin qirqib tashlaysizlar. Hozir iloji bo'lsa tegmaysizlar. Buni qurib bo'lgandan keyin olib tashlasa, yana yangidan barg chiqarib ketadi. Aziz gul shaydolari, gulingiz tez-tez chanqasa, namlik yetishmasligidan gullarni bargini uchi qorayib, mana qurib borsa,
hozir menda spatfilim yo'q ekan, tugab qolgan. Spatfilim ham ko'pchilik so'rashadi. Bargini uchi qorayapti, nimaga, nima qilsa bo'ladi deb. Hamma muammosini yechimi mana shu namli bilan suvni to'g'ri berishda. Suvni to'g'ri berish kerak. Spatfilimni barga chanqagan payti mana qo'lingizga olib ko'rsangiz, strukturasi o'zgaradi, yumshoq bo'lib qoladi. Suvga to'yingan payti qattiq nima deydi, qirsillab turadi. Chanqagan payti, ozgina chanqaganda sekin yumshab tashlashni boshlaydi. Shuna qilib tashlab yuboradi. Iloji boricha yozgi kuni ponni manaqa tashlab yuborishiga qo'ymaslik kerak. Suv beriladigan suvi destillangan toza limonli kislotali yoki limonli suv bo'lishi shart. Chunki u ishqorni to'g'rilaydi. Bizlarni O'zbekiston iqlimidagi suvlar, tabiatdagi suvlar hammasi sho'r. Sho'r suvni to'g'rilaydi. Bu gullarga sho'r suv umuman mumkin emas. Xlorli ham suv mumkin emas. Xlorli suv ishlatadigan bo'lsangizlar, bir kun oldin olib, og'zi ochiq idishda tindirib olish shart. Keyin uni tingandan keyin tagiga mana bu nima deydi, mineralmi, toshmi, shunaqa xlorlar o'tirib qoladi. O'shani ham solish mumkin emas. U bora-bora guldan yig'ilib, keyin gulni rivojlantirmay qo'yadi. Idishga olib qo'ydingizmi suvni, ertasiga 24 soatdan keyin boshqa idishga sekin quyib olasiz. Tagida, mana bu tagida 200 sm joyini solmaysiz. O'sha yangi filtrlangan suvdan solsangiz bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Videom cho'zilib ketdi, qisqa qilmoqchi edim. Ko'pchilik tushunmayapti. Qayta tushuntirsam ham tushunishmayapti. Shuning uchun misolda ko'rsatdim. Qo'llanglar, juda katta foydasi bor. Juda ham katta foydasi bor. Buni xohlaganingizcha qilishingiz mumkin. Xohlagan narsangizni solishingiz mumkin. Faqat sharti dezinfeksiya qilingan va doimo bu idishda suv turgan bo'lishi kerak. Hammaga katta rahmat, sog' salomat bo'linglar.